Assalomu alaykum. Hozir biza Apache dasturini ustanovka qilib ishlashini ko'rib chiqamiz. Birinchi Visual Studioga kiramiz, uni ustanovka qilamiz, ya'ni skechas qilib olib, keyin dalshini bosamiz. Undan keyin mana bo'ldi. Endi Apache'ni saytiga kirib, o'zini original saytiga kirib, skechat tugmasini bosib, bu yerdan o'zimizga kerakli versiyasini tanlaymiz. Undan keyin mana hamp uchun bor, boshqa narsalar uchun bor. Biz o'zimizga kerakligini tanlab, bu yerdan ham ustanovka qilishni bosamiz. Mana загрузка bo'lyapti. Windows 64 faylga mana Apache'ni ham bu yoqqa ustanovka qilib oldik. Endi ozgina kutamiz. Endi bu yerdan chiqib ketib, lokalniy diskga kirib, o'zimizga kerakli faylni tanlab, unga ham загрузка bo'ladi. Endi ozgina kutgandan keyin mana Apache fayli tayyor bo'ladi.